Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Yaxshimisizlar? Jigulilarni zo'rni bo'lsin deganlar, birdana like bosish navbati sizdan. Chunki bugungi bozorimizda Jigulilarni, chotkilarni albatta sizlarga chiqarishga harakat qilamiz. Radnolari, navorot qilinganlari har xillari albatta bo'ladi. Videoni ko'rayotgan paytingiz albatta birdana like bosish esdan chiqmasin. Hamma shu chiroyli videolar sizlar uchun. Like, kommentariy albatta bosib qo'yinglar. Bu bizga motivatsiya bo'ladi. Birinchi bo'lib sizlarga yaxshi chotki radno Jiguli 06 ni ko'rsatamiz do'stlar. Idealniy ekan, radnochi ekan. Petnochasi bir xarakterga petnosi bor, boshqa hech qayerda petnochasi yo'q. Mana shu eshikda do'stlar. Tamom, boshqa hamma joylari zavodskoy idealniy holat turibdi. Detal almashmagan, hamma joy ideal. Urilmagan, tortilmagan do'stlar. Ko'rishingiz mumkin mashinani. Metan gaz ruxsati bilan turibdi mashinamiz. Ko'rasizlarmi? 89-yil. 03 motor. Motor, ходовой коробка hamma joylari zo'r. Salon bitta ko'rsatib o'tamiz. Salonchasi ham radnoycha turibdi. Umuman xarajati yo'q. Prosta ideal desak ham bo'ladi. Salonchasiga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Hamma joylari akkuratniy, chiroyli holatda. Do'stlar, yana bitta zo'r fishkasini o'zi aytib o'taman. Bitta bu yoqdan ham ko'rsataylik. Albatta Jiguli muxlislari salonni yaxshiroq ko'rishga harakat qiladi. O'shanga biz chiroyli qilib ko'rsatishga harakat qilamiz. Bir dona like ni amaysizlar degan umiddaman do'stlar. Orqalariga kelamiz. Endi orqalari mana obshivkalar ideal holatda. Metan gaz taqilgan. Keyin yana bitta fishkasini aytib o'tdim-ku, mana shu qaranglar. Mana bu o'zini zavodskoy balon ekan. Do'stlar, ko'ryapsizlarmi? Yechilmagan zavodskoy holatda turibdi. Mashinamizni umuman absolyutni xarajati yo'q, olib faqat minish kerak. Olib faqat bosib haydab yurish kerak. Hozir buni narxini kelishamiz. Aka qancha qilamiz aka? Qancha so'rabsizlar? 30 so'rayapmiz aka. 33 million so'rayapsiz. 90-yil ekan do'stlar. Xo'p, qancha qilamiz? Bo'lmasa endi 28 ga berganimiz yo'q aka. 28 ga berganingiz yo'q. Beramizmi? Naqdishtir, kelin chiqsa. Hozirroq qo'shsa. Qo'shsami? Shu narxini yaxshi ekan aka, chotki. Yaxshi aka. Gaplashamiz xudo xolasa. Do'stlar, telefon qilinglar. 25. Telefon qilinglar. Albatta kelishsa bo'ladi, chiroyli narxlarda qilib beradilar. Bemalol telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Kapsot bo'lgan. Motorni ozgina mo yeydi deyaptilar, ozgina shunga xarajatchasi bor. Tamom. Boshqa xarajati yo'q. Xo'p, telefon nomeringiz? 94lik 94lik 300 300 88 88 66 raqamiga telefon qilib bemalol bog'lanib olishingiz mumkin. Do'stlar, keyingi mashinamiz 93-yil. O'zim 92 man, lekin 93 da hozir reklama qilyapman. Pashti men bilan teng ekan bu mashinamiz. Xo'p, mashina rangchasi ham malla rang, o'zimiz tilda. Holatchasi yaxshi. Bir ikkita mayda tuzda ishlari bor. 22 million so'rashyapti do'stlar. Qomachilar tik. Juda menga sostenisi yoqdi. Agar sizlarga ham yoqqan bo'lsa bosib olsangiz bo'ladi. Xo'p, motor, ходовойda oz-moz melachovka ishlari bor. Motorlari zo'r. Propan gazda. 011 motor. Ko'rasizlarmi? Motoriga umuman xarajat qilmaysizlar. Xo'p, balonlari ham holatlari yaxshi holatda. Saloniga umuman xarajat qilmaysizlar. Salonchasi ham chotga turibdi. Linoleum, chexol, pexol, tarpetka, parpetka ko'ryapsizlarmi? Qanday? Chiroyli holatda ekan mashinamiz. Ko'ryapsizlar, obshivkalari hammasi zo'r turibdi. Bu yerda kolonka, Kenwood, Penwood kolonkalar qo'yilgan. Ko'ryapsizlarmi? Chiroyli holatda ekan. Propan gaz obshivkalari mana shunaqa holatda. 22 million do'stlar. Bosib olasizlar deyman. Yaxshi narx turibdi, lekin yo'qlarga borsak hozir ancha qimmat aytadi buni. Bu ochiladi deyaptilar. Orqasini bitta ochib ko'raylik. Mana. Bitta ko'rsatamiz chiroyli qilib. Buni qancha qilib beramiz aka buni? 20 dan pasti bo'laveradi, ha? 20 dan pastiga kelsangiz bo'ladi do'stlar. Mashina lekin rali holatchasi yaxshi. Yo'q, muomalasini qilasizlar, chiroyli qilib yaxshi narxga bosib o'rasizlar. Variantchi? Variant yo'q. Juda yaxshi. Telefon nomer? 97lik 918 88 39 raqamlarga telefon qilib bog'lanaverasizlar. Qayerga mashinasi ekan?
Samarqand Kaftarxona Rajabiy mashinasi. Bundan keyingi mashinamiz 04 2012-yil. Yili ham yangi, lekin mashinchani o'zi ham zo'r holatda turibdi. Metallika do'stlar, ikkita mana bu kilosida kraskasalari bor ekan, lekin mashinamiz DTP bo'lmagan, udari yo'q. Xullas, shapaloq diskalarda balon holatlari zo'r desak ham bo'ladi bemalol. Xo'p, injektor motor do'stlar. Motor ходовой korobka hammasi zo'r. Metan gaz taqalgan. Umuman xarajat qilmaysizlar. Xo'p, salonni bitta ko'rsatib o'tamiz. Salonchasi ham holatchasi chotki. Linoleum, chexol, torpedka, eshik obshivkalari hamma joylari zo'r. Mana ko'ryapsizlarmi qanday? Tiniq mashincha ekan. Prosta yaxshiligi uchun sizlar uchun ko'rsatishga harakat qilyapmiz, chiroyli qiladi do'stlar. Pulchalari bor. Prostoy lekin pulchasi bor. Do'stlar. Xo'p. Bagajlari ustanovka qilingan. Xo'p. Hozir ko'rsatib o'tamiz orqalarini ham. Metan gaz. Buni ham bu yerda sovetskiy mana buncha kolonka bo'lsa kerak edi bu yerda qo'yganlar. Xo'p, shunka-punka bo'lgan ekan. Ko'ryapsizlarmi? Damkrat hammasi bor. Xullas, mashincha tayyor soqqa qilishga, do'stlar. Ko'ryapsizlarmi? Yili ham yangi mashinani. Bemalol gazini bosib, ancha yil haydab yursangiz ham bo'ladi, do'stlar. Hozir narxini va telefon nomerini aytib o'tamiz. Bu mashinamizning narxi $3600 deyapti. Yana u yog'ini telefon qilib bemalol muomalasini qilsangiz bo'ladi. Lekin holatchasi ideal, ko'ryapsizlar. Bu mashina yili ham yangi. Ancha yil maza qilib haydab yursangiz bo'ladi bu mashinamizni. U yog'ini bemalol muomalasini qilasizlar. Bitta telefon nomeringizni aytib boring. 97lik 942 9228 raqamlarga telefon qilib bog'lanaverasizlar. Telefon o'zi qaydansiz? Jomboy, Samarqand Jomboy mashinasi. Jiguli muxlislari uchun bitta zo'r qilingan Jiguli 013 do'stlar. Albatta buni oxirgacha ko'ringlar. Bu sizlar uchun 84-yil Jigulini akamiz shunaqa navorotlar qilib taylaganlar. Vobshe hayron qolasizlar. Bitta ko'ringlar do'stlar. Redline bo'lib yotibdi mashinamiz, salon ichi. Barlarni ko'ringlar qanday chiroylisidan qo'yilgan do'stlar. Mana bu patologlari звездный neba qilingan ekan do'stlar. Endi bilmayman, bu qorong'uda hozir buni yondirmaganlar, lekin звездный neba qilganlar. Buni дополнительный qimmatbaho yana aksessuarlari bor ekan. Mashinamizni e'tibor qaratamiz, monitorlar, bar, unaqa richaglar. Keyin yana bitta narsasi, mana bu yerda stiklopodъемniklar, mana bu yerda bagajni ochsangiz ham bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi? Qizil palaskalar, mana bu qora bilan kombinatsiyasi juda yarashib turibdi mashinamizga. Prosta super. Xo'p, mashinamizning mana oynachilarini ko'ryapsizlarmi? Video registrator bu ham oyna vazifasini bajaryapti. Qimmat mana bu chexollar, polliklar, kolonka, mafon, usilitel hamma narsa qo'yilgan do'stlar. Subwoofer ham qo'yilgan ekan do'stlar, vaqti idealniy ekan mashinamiz. Do'stlar, mashinamiz eshik regrovkalariga e'tibor qaratamiz, juda chiroyli ochib yopilyapti. Stenkalari Nexia 2 qo'yilgan, bakovochalarga alohida bitta e'tibor qaratamiz. Juda chiroylisidan olib qo'yilgan. Diskasi do'stlar, mana ko'ryapsizlarmi? Diskachasi ham bosimizga juda chiroyligina. Mягкий balonlar, balonlari ham yangi holatda ekan. Keyin yana bitta aksessuari bor ekan, balonchasiga mana bu yerga lentachasi bor, 400 ming tur ekan o'sha. Undan tashqari yana boshqa aksessuarlari bor. U yog'ini telefon qilib, o'zlari bilan gapirsangiz ham bo'ladi. Italyanskiy motor qo'yilgan ekan, do'stlar, ko'rishingiz mumkin. 01 italyanskiy motor qo'yilgan. Mashinamizni absolyutda umuman xarajatchasi yo'q. Bu mashinamizga yana qo'shimcha konditsioner qo'shib beriladi. Do'stlar, bu mashinamizning oldi ko'rinishi juda chiroyli, nima dedingiz? 0 dan 100 gacha o'zingiz baho beringlar. Udar qiling. Do'stlar, bu mashinamizning narxi $4500. Albatta telefon qilib, pastda nomerlarni qoldirganmiz. Telefon qilib yana kelishsangiz bo'ladi. Lekin mashina meni vashi bor-ku, boshqacha bir hissiyotlarni uyg'ottirdi. Albatta Jiguli muxlislariga bu videoni yuborib qo'yamiz. Do'stlar, bu mashinamiz полностью sportivni qilingan. Albatta bu mashinani ta'riflash uchun bitta videoni alohida qilish kerak edi, lekin Jiguli videolarini o'rniga qilib beryapmiz. Mashinamiz 92-yil полностью sportivni qilingan ekan. Bu mashinani nimalar qilinganligi bu do'stlar uncha esimda qolmadi, lekin esimda qolganini aytaman. Yanvar miya, popkorn, hamma narsa qilingan ekan. 4-pakayni propan gazda turibdi mashinamiz. Prosta mashinani olgan odam prosta bitta bo'lib yurasizlar do'stlar.
Qaranglar, mana bu diskalari oqga qanday yarashar ekan. Do'stlar, balonchasi ham holatchasi chotka. Bitta salonchasiga o'tamiz. Salonni bitta narsasini aytib o'taman. Albatta bilasizlar, Jigulini birinchi aybi rolda bo'ladi, lekin bu mashinamizning rolini Lacetti qilib qo'yilgan. Saloniga bitta e'tibor qaratamiz. Salon polностью super qilingan, mana bunaqa polностью mana bunaqa chiroyli qilib, taxlab qo'yilgan ekan. Original mafonlar qo'yilgan. Usilitel, subwoofer, bambufer, kolonkalarimiz orqada turibdi. Ko'rishingiz mumkin. Multirol. Do'stlar, ashshi mashinamiz posta avval turibdi. Eshik obshivkalari hammasi super. Mana bu yerdan bitta chiroyli qilib ko'rsatamiz. Do'stlar, mashina faqat olib bosib yurish kerak faqat. Boshqa umuman xarajati yo'q. Mashinamizni noldan polностью освежит qilib, hamma joylarni taxlab, zo'r qilib o'zlari qilib chiqqanlar. Do'stlar, bu mashinamizning bagaji. Bu yerda bizni birinchi o'rinda subwooferlar, mana bunaqa subwooferlar kutib oladi. Propan gaz, obshivkalarni ko'rasizlarmi, qanday chiroyli holatda turibdi. Albatta, bu mashinamizni olib faqat minasizlar. Narxi shu oxiri taqalgani $3000 ga beraman deyaptilar. Samarqand mashinasi do'stlar, albatta. Pastda nerjaveka, perjaveka kiyimlar qilib tayyorlaganlar. Hadovoy hech qayerda umuman xarajati yo'q. Olib faqat minish kerak. Pastdagi nomerlarga murojaat qilib bemalol kelishsangiz bo'ladi. 006 bu Jigulimiz ham 006 do'stlar, Jiguli 06. Albatta, bu videoni Jigulini udarini Radnoy izlatgan do'stlaringizga borib qo'yish esdan chiqmasin. Zo'rini sizlarga topib qo'ydim. Radnoy do'stlar bitta mana shu yerda kraskasi bor ekan. Mayda-chuda shu holdek chaqa-chuqalari bor. Bu hisobga kirmaydi, bilasizlar-ku. Xo'p, motor, hadovoy, korobka hamma joylari zo'r. Umuman xarajati yo'q. Olib faqat minish kerak. 03-07 motor. Propan gaz. Xullas, umuman xarajati yo'q. Polностью apparaturalar terilgan mashinamizga. Salonchasini ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Apparaturalar terilgan, original mana bunaqa Pioneer mafonlar. Arkada mana bu yerda nimalari bor. Ko'rasizlarmi? Apparaturalar, kolonka hamma narsa qo'yilgan. Keyin video registratorimiz saloni bilan yozadi. Ko'rasizlarmi? Yaxshisidan qo'yilgan ekan. Akamiz chiroyli qilib qo'yibdilar lekin mashinani. Xo'p, mana orqalarini ko'rsatib o'tamiz. Qomatchasi ham tik mashinamizni. Bu mashinamiz oq emas, sarigina seriroq rangchasi. Mana bu yerda ko'rasizlarmi? Pritseplarni iladigan joy. Nomi nimadir deylasizda, hozir tilimga kelyapti, to'g'risi. Bu kalit bilan menimcha ochiladi. Mana ochiladi deyaptilar. Xo'p, bu yerda subwooferlari propan gaz. Do'stlar. Shumka hamma narsa qilingan. Obshivkalari ideal holatda turibdi, ko'rasizlarmi? Hozir buni albatta narxini aytamiz. Bu mashinamizga 4 ta mana bunaqa karmetal diskalar, balonchasi ham holatlari yaxshi turibdi, ko'ryapsizlar. Bu mashinamizning narxi 26 million deyishyapti. Albatta, nima deb o'ylaysizlar? 26 million shunaqa idealni yaxshi 06 ga, Jiguliga qanaqa narx? Albatta, kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Bemalol yana pastiga kelishsangiz bo'ladi. Samarqand mashinasi. Do'stlar, keyingi mashinamiz 15 million so'rashyapti. Qaranglar, holatini birinchi bitta aytib boraman. O'zlaringiz bu narxga arziyadimi yo'qmi? Albatta, kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Polностью apparaturalari bor, subwoofer, kolonka hamma narsa qo'yilgan. Mashinamiz qora rangda polностью освежит qilingan. Просто super turibdi. Ideal, hech qayerda qirilmagan, ko'chgan joylari, hech qanday unaqa joylari yo'q. 4 ta pachka balonlari ham qo'yilgan mashinamizda. Motor, hadovoy, korobka hammasi zo'r. Do'stlar, umuman xarajat qilmaysizlar. Propan gaz. Dokumentda umuman muammosi yo'q. Endi bitta salonchasiga e'tibor qaratamiz. Salonchasi ham holatlari zo'r turibdi. Atigi 15 million so'm. Jigulilar ham juda suv tekin bo'lib qoldi. Do'stlar, chexol, polliklar, orqada mana ko'rasizlarmi? Subwoofer, kolonka hamma narsalari joy-joyida turibdi. Hamma detallari joy-joyida turibdi. Hech qayerda singan, yo'q bo'lib ketgan detallar ham yo'q. Buni ko'rasizlarmi? Obshivkalari qanday turibdi? Zo'r holatda. Atigi 15 million so'm bo'lib qoldi. Do'stlar, e'tibor qaratasizlarmi? Orqalari mana obshivkalari qaranglar. Propan gaz. Bu yerda zapaskasi. Do'stlar, bu mashinamizning yili 73-yil. Atigi 15 million so'm. Yana kelisha olamizmi? Kelishamiz, tushib beramiz, chiroyli qilib. Umuman xarajati yo'q, to'g'rimi aka? Hamma xarajatlari уже qilib qo'yilgan, tayyor, olib minishga. Gap yo'q. Gazga ruxsati bor menimcha, ruxsati bor. Gap yo'q. Xullas, bemalol yana kelishsangiz ham bo'ladi. Qayerda mashinasi ekan? Tayloq mashinasi. Telefon nomeringiz aka?
77lik 502 2097 raqamlarga telefon qilib, bemalol gazini bosib olsangiz bo'ladi. 89-yildagi idealni 06 do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa chiroyli rangda turibdi. Mashinamiz tomdan pastga asfalt bo'lgan. Juda ideal turibdi. Hamma joylari mana shunaqa toza. Mana qaranglar, motorlarni ham yuvib, tarab, chiroyli qilib qo'ygan. Motor, ходовой korobka hammasi zo'r. Propan gazda mashinamiz, ruxsatlari joyida. Almashgan detallari yo'q deyishyapti. Bakovoylarni ham ko'ryapsizlar, ammo detal chotki turibdi. Balonlari ham почти yangi holatda, karmetal diskalarda mashinamiz. Bitta saloniga o'tamiz. Saloniga qaranglar, qani obshivkalari, qani chiroyli bir ozoda turibdi. Shunaqa mashinani olish kerak-da do'stlar, shunaqa mashinani. Qaranglar, tozagina, ozodagina o'tirganlar, minganlar, maza qilib, endi chiroyli holatda boshqa egasiga beryaptilar. Juda ajoyib. Ko'ryapsizlar, mafon, pafon, kolonka hammasi bor. Hozir so'raymiz buni narxini. Xo'p. Buni ko'ryapsizlarmi? Arqalarini ham, qara stop hammasi joy-joyida. Hozir endi bizlar qaranglar, obshivkalarni ko'ryapsizlar, propan gaz. Hamma joylari ideal holatda. Do'stlar, olib faqat maza qilib minish kerak bu mashinamizdan. Aka, qanchaga beramiz bo'lishini? Qanchaga beramiz? 30 million. So'rayotganingiz-a bu? Qanchaga beramiz oxiri? Qancha примерно aka? Ko'nglingizni aytavering aka. Ha? 28 million so'm. 28 million so'm bo'lsa beraman deyaptilar. U yog'ini bemalol muomalasini qilasizlar. Chiroyli qilib yana tushib beramiz aka. Telefon qilasan. Gaplashaveramiz deyaptilar. Xo'p, variantchi aka, variant. Faqat naqd. Faqat naqdga. Mashinamiz umuman gardi yo'q, to'g'rimi aka? Gardi yo'q. Faqat hayveslar do'stlar. Javob deyaptilar. Telefon nomeringiz aka? 99lik 056 00 84 raqamiga telefon qilasizlar. O'zi qayerdansiz aka? 89 Pastarg'omdan ekanlar. Bu yo'g'ini gaplashaverasizlar. Radnoy salondan birinchi qo'l mashina Jiguli 06 91-yil ekan. Mashinamizni faqat bir 3 ta, 4 ta petno do'stlar, hech qanday detal emas, petno bir qarish, yarim qarish shunaqa petnochalari bor. Mashinamiz ideal holatda do'stlar. Mana ko'rishingiz mumkin. Motor, ходовой, korobka hamma joylari zo'r. 011 motor, propan gaz do'stlar. Dokumentlarda umuman muammosi yo'q. Bu mashinamizni faqatgina maza qilib, oqib yurish kerak, maza qilish kerak. Tamom. Balonlari ham mashinamizni почти yangi holatda turibdi, orqasi yaxshi holatda. Saloniga o'tamiz. Salon prosta radnoygina turibdi. O'zi ochib ko'rsatamiz, qaranglar. Mana bunaqa rollarga men faqat maza qilaman. O'tirganda bitta Jigulini ana shunaqa roldan bitta ovolaman u yaqinda. Prosta super, ko'ryapsizlarmi? Obshivkalar, mafon bu yerda endi olib qo'yganlar mana bunisini. Chankirmasligi uchun tak salon siz ideal holatda. Ko'pchilik odamlar aytadi, nimaga faqat maqtaysan deydi. Lekin buni maqtamasdan nima qilish kerak? Do'stlar, mana bu mashinamizni plombasi, ya'ni mana shu yerdan buni qistirib, mana bu yerda plomba qo'yiladigan joy ekan. Mana ko'ryapsizlarmi? Zavodskiy plomba temirlarigacha turibdi. Mana qaranglar, orqalarini, obshivkalarini qani. Ideal holatmi? Do'stlar, prosta super turibdi mashinamiz. Propan gaz zapaskalari joyida. Mana orqalari. O'zingiz baho beringlar. Qanday chiroyli turibdi mashinamiz. Mashinamizning narxini 28 million, ya'ni kelishamiz deyaptilar. Bemalol yana telefon qilib, yog'ini savdosini qilsangiz bo'ladi. Mashina prosta ideal holatda ekan, o'zim maza qilib bordim.